Assalomu alaykum akalar. Marg'ilon Qumtepaga ketaverishib debdi akamiz uylariga plita qo'ygani keldik. Ko'chalar rosa tor ekan. Strellarni yonga olib o'rnatishga harakat qilyapmiz. Masofa 45 metr, 47 plita 50 tonnali XMG bilan harakat qilamiz. Mana hozir gusaylarni ochishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh padishga qilib turasizlar. Xudo xolasa mana ishimizni qo'yib boramiz, ishimizni ko'rsatamiz. Yoqsa like va podpiskani ayamaymiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Ishimizni o'zlaring ko'rib bitta baho berasizlar. Ketdi.